Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ismim Azizbek. Men 15 yildan beri bank sohasida ishlayman. Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish bo'yicha. Men ISBT ni barcha modullarni, ya'ni 4 ta modulni yakunladim. Taassurotlarim, emotsiyam juda yuqori. Trening orqali xodimlarni o'qitishni rivojlantirmoqchimisiz? Albatta, ISBT da barcha trenerlaringiz o'qishi shart. Bu trenerlarga alohida rang beradi, samaradorligini oshiradi, ishtirokchilarni zavqini oshiradi, ya'ni treningga qatnashishga bo'lgan xohishini, istaklarini oshiradi. Albatta, biznes trenerlar qatnashishi degani emas, bunda albatta HRlar yoki korxonalar rahbarlari, ya'ni top menejerlar albatta qatnashishi kerak. Sababi top menejerlar yoki rahbarlar albatta xodimlarni o'qitishda, rivojlantirishda ishtirok etadi. Men uchun oxirgi bo'lgan gamifikatsiya bo'yicha modul, ya'ni birinchi modul, men oxirgisi bo'lib qatnashdim bu modulda va bu juda ham ajoyib modul. Treninglarga gap yo'q. Lola opaga, Sanjarga ayniqsa kattakon alohida rahmat aytamiz.